Umid Qo'rg'ondan arzonroq narxda yer hisobida hovli qidirganlar diqqatiga. To'g'rimizda Farovon to'yxonasi shaharga ketadigan asosiy katta yo'limizni ko'rishimiz mumkin. Yaqinda ta'mirdan chiqadi va mana bu bahaybat hovlimizning yonida uglovoyda 4 sotixdan iborat bitta hovlimiz yer hisobida sotuvga qo'yilmoqda. Lokatsiya menimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Bu tarafda demak asosiy katta yo'limiz o'tib ketadi hamda mana shu yerda 100 metr ichkarida uglovoyda hovlini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Keling. Hovlimiz birinchi liniyadagi katta hovlining orqasida joylashgan hisoblanadi. Tashqi fasadi 20 ga 20 o'lchamda taxminan hamda ko'rib turibsizlar uglovoyda joylashgan. Agar ushbu videoni quruvchilar ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga juda ham manfaatli hisoblanadi, chunki xohlasalar ikki tarafdan kiriladigan bitta kompaktli katta ishcha qursalaringiz bo'ladi yoki ikkita katta ish qurib olsangiz ham bo'ladi. Fasadlari juda ham yaxshi. Demak, 100 metr ichkarida asosiy yo'lda katta asfalt yo'l o'tadi, bilasizlar. Mehmonlar o'tib qaytadigan asosiy yo'llardan biri hisoblanadi ushbu yo'limiz. Yaqinda ta'mirdan chiqadi. Demak, hovlimizning o'zini ham yashash sharoitlari mavjud, korpusida remont holatlari ham yaxshi. Mabodoga istiqomat qilsangiz ham bo'ladi, olib keyinchalik ham yoki quruvchilarga ham manfaatli hisoblanadi. 690 million so'm bilan sotuvga chiqaramiz. Ushbu xonadonimizda juda ham zo'r narx, 4 sotixli hovli. Hadebam bunaqa joylardan, bunaqa arzon narxda sotuvga chiqavermaydi. Shahar propiskasi hisoblanadi. 690 million so'm, joyga kelsangiz ozroq savdosi bor. Kimga ma'qul kelsa, pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimiz raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi xonadonlarni, e'lonlarini, ko'chmas mulk e'lonlarini bizning kanaldan ko'rib borasiz.